Bu bagimalar necha pul sotgansiz, necha pul qilib berasiz biz patishlarga? Qarang, sizdan kelayotgan podpischiklarga bu bagimamizni narxi o'zi asli $150 sotilgan. Hozir buni $109 qilib qo'ydik komplektini. Sifatlari vashim a'lo darajada, stoli ham shunaqangi bagati turadigan narsa. Chinlarini chiroyli qilib berasizmi? Chinnalarimizni ham bunaqa zo'r sifatlilarini $120-$130 sotganmiz. Hozir skidkada $100 qilib qo'yganmiz. Endi qara, ikkovini birdan qo'shib oladigan, komplekt qilib oladigan bo'lsa, necha pul qilib berasiz? Bu ikkalasini qo'shib bitta komplekt qilib oladigan odamlarimizga bo'lsa, bularning nomlaridan kelganlar uchun $199 qilib qo'ydik. Podarka ham qo'shib bering-da, og'a. Siz uchun mayli, podarkasini ham qo'shib beramiz. Qaranglar. Bunaqasi faqatgina mina posuda do'konlarida bo'ladi. Bunisini qo'shib beramiz. Birinchi podarka. Yetmaganiga pichoq nabor ham qo'shib beramiz. Bu ikkinchisi. Mayli. Bo'lsa bo'lsin. Uchinchisini ham qilib yuboramiz, mayli. Sizni orqangizdan kelgan podpischiklarga. Faqat do'stlar, like bosmasang ham bo'lmaydi, yo'tib ketdi. Endi obuna ham bo'lib qo'yinglar. Undan tashqari, qarang, okey, yana bitta narsa, mayli. Shunimizni ham olib berib